Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, siz Ruhilo Universal kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Azizlarim, sizlar bilan bugun birgalikda demak o't somsa, ya'ni o'tbichak, demak har joyda har xil shevada aytiladi, bizda esa o'tbichak deyiladi. Demak o'tbichak tayyorlaymiz unda. Azizlarim, ayniqsa bahor iftorlik uchun hammaga ma'qul deb o'ylayman. Keling birgalikda tayyorlaymiz unda. Mana 1 kilodan ziyodroq ismaloq, uni yaxshilab tozalab, yuvib tayyorlab qo'yganman. Ana endi xamirni qilishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim deb, demak 1 osh qoshiqdan to'laroq tuz soldim. Mana bu yerda yarim litr, demak 250 ml suv, 250 ml sut solganman. Demak yarim litr. Demak, ozroqgina o'simlik yog'i, 1 dona tuxumni ham solib, yaxshilab aralashtirib yuboryapman. Ko'rib turganlaringizdek, unlarni elab qo'yganman. Elangan unlarni qoshiqda solyapman. Mana asta-sekinlik bilan xamir qilishni boshladim. Ana endi o'simlik yog'idan ozroq foydalanib, xamirni qoryapman qo'lda. Yumshoqqina xamir bo'lishi kerak, azizlarim. Mana ko'rib turganlaringizdek selofan paket yopib, ustini dasturxon bilan o'rab qo'ydim. Mana endi ko'k somsamizni, ya'ni ismalog'imizni nachinkasini tayyorlashni boshladik. Ismaloqni mana shunday qilib to'g'rab oldim. Mana ko'rganlaringiz yana bir bora mana shunday qilib maydaroq qilib to'g'rab olaman. Yana bir bora ko'rsatyapman. Mana shunday qilib maydagina qilib to'g'raladi azizlarim. Ana endi piyozga kelganimizda 6-7 dona mana shunday kattaroq piyozdan foydalandim. Mana shunday tarzda to'g'rab oldim. Ismaloqni to'g'ralgan ismaloqni ustiga piyozni ham to'g'rab ustiga solib yubordim. Ana endi xamirimizni qilishni boshlaymiz. Stolni ustiga un sepib chiqdim yopishmasligi uchun. Mana xamirimizni endi qismlarga bo'lib olaman. Mana ana ko'rib turganlaringizdek mana shunday qismlarga bo'lib oldim. Azizlarim, men bu xamirlarni, zuvolachalarni o'lchaganman 40 grammdan. O'lchab mana shunday dumaloq qilib, ya'ni sharik holatida zuvolachalarga aylantirdim. Ana endi sal biroz turadi dam olib. Ana endi kichikroq mana shunday ko'rib turganlaringizdek yoyib chiqaman. Yoygan xamirchalarni ustiga un sepib, yana bir-birini ustiga ustma-ust qo'yib chiqaman. Xamirimiz qancha dam olsa, shuncha yaxshi yoyiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda yoyib chiqdim. Endi ziravorlarga kelsak, o'zingizga, sizga bog'liq har xil ziralar solishingiz mumkin. Shu orada tuzni ham solib yuborganman. Men 1 piyolacha o'simlik yog'ini qizitib ustiga soldim. Asta-sekinlik bilan nachinkasini mana ko'rganlaringizdek aralashtiryapman. Ana endi xamirlarimiz dam oldi. Mana shunday zuvolachalarni mana shunday holatda yoyapman. Xohlasangiz ikkitalab yoyishingiz ham mumkin. Men bu yerda ikkitalab yoyganman. Xamirimiz mana shunday holatda bo'ladi. Ana endi nachinkasini solamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday holatda o't bichagimiz bukiladi. Mana ana endi ko'rib turganlaringizdek, men shu holatda bukaman har doim. Mana bu orqa tomoni.
Mana bu esa yuzi tomoni. Mana yana bir bora ko'rsatyapman. Mana shunday holatda o't burchaklarimizni bukib olasiz. Mana endi duxovkamiz qizib turibdi 200 gradusga. Tayyor. Demak, ustiga vilka suqib chiqamiz, shishib ketmasligi uchun. Ana endi duxovkamizga qo'yganimizdan keyin mana shunday oqargan vaqti ustiga shotkalab suv surib chiqamiz. Azizlarim, mana o't burchagimiz ham tayyor. Yoqimli ishtaha deb qolaman. Demak, 200 gradusda 15-20 minutda pishib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Sog' salomat bo'lasizlar. Ko'rishguncha deb qolaman. G'oyibona ko'rishguncha deb qolaman, azizlarim.